Yaxshimisiz do'stlar, men yandan bu ham bugun sizlarga so'zlaydigan kinoimiz bo'lsa, bir meyip musikat bolaning kiyimni oz kiygan bir cho'kanning uyiga kirib kelib, balada qolganlik to'g'riliq hikoyani so'zlaymiz. Bosh personaj Rojar bir kuni diqqatsizlikdan jalloqini bir qiz bola o'sib oladi. Bu qiz bola Rojarni ko'rib, siz nima bunday oshxonamga berib yonimga jibramsiz deb oshxonasiga olib oldi. Hamda Rojarni aldab silab o'zini muvaffaq qilib oldi. Aldab silagan yerlarini o'zingga ayrim ko'ruvdi. O'ylamagan yerda Rojar amaliyotda aldamchi bo'lib, u tordan setib olgan 2 so'mlik mayton bilan haqlarni olib kun o'tkazadi. Xomsizligini qara. Shunda kunlarning birsida u xaridori Kayfonxonning uyiga berib qoldi. Kayfonxon shunda kayfonlik bilan uni uyiga boshlab kirib, erining o'ligini ko'rsatib qo'ydi. Rojar qo'rqqanidan "Oh my god, men ko'p yangisi bo'lay" deb o'zining ishini qilaverdi. Kayfonxondan bo'z bir chetdan qarg'udan ansirab, bir chetdan oshinsi Gorin Seksina bilan birlikda yo'ldishini chamadonga ching silib, uzun safarga yo'l qisab qo'ydi. Uydan o'pir-dupir qochib chiqqan Rojar bu ishni yuqoriga ma'lum qilmoqchi bo'lib, Bardig'ayaga bordi. "Yaxshimisiz efendim, men sizga qiqqos bir ishni ma'lum qilmoqchi. O'ylamagan yerdan dal mushaqda Gorin Seksina ichidagi ishxonadan mengib chiqdi. Oh shit. Dana efendim, qanday qiqqos xabar batdi. Mening mushkim yutib ketdi. Shabrut bu ishni bana qilib Rojarning uyiga berib oldi. Hamda Rojarning Pangbayji yashovga tiqqiq juqmag'aligidan qattiq norozi bo'ldi. Kayfonxonning yo'ldishi davliq Hindiston cho'lpini Suriyaga javob bo'lib, uning yo'qolib ketgani butun Hindistonni zilzila keltirdi. Ansaq yo'lchingizda qarib nimagini ketdi deydi, shundami? Ansaq do'ying oldin qismlarning hammasini yutibdi deydi, shundami? Ansaq ko'rib bilib denzaga bo'lganlar gibro yo'q qildi deydi, shundami? Kayfonxonning udul qo'shnisi G'aybatxondan amaliyotda chiq sirlarini biladi. G'aybatxondan munosabatli xodimlarga mundoq deydi. Voy balam, mush cho'kanning uyiga doim bir shabrut kirib ketadi. Andan yuqori tuvan narxida ovozlarni anglaydi. Ey nomusim. Ishlarning oshkorlab qilishdan ansirgan Kayfonxon qo'shnisini do'ngzuv chiqargan piti tez suratda birinchi qavatga tushib qo'ydi. Uyda g'it qisib o'tlamay kelib qolgan Rojar bu ishlarning hammasini ko'rib qoladi. Rojarning rost yog'on qarg'u ishkaligini bilmagan Kayfonxon udulli uning uyiga izlab keldi. Mana kim bu? Yaxshimisiz? Vaqt yetishmadi bu qismda. Tuturuqsiz bano bilan uyiga kirib olgan Kayfonxon Rojarning rost yoki yolg'on qarg'u ishkaligini isbotlash uchun har xil omillarni ishlatib qoldi. Bu omillarning asqatmaganligini bilgan Kayfonxon ishton salaymi, zahar salaymi degan to'g'riliq o'ylash qilib, oxir zahar silishni yetib keldi. Ay, birinchi amalmi bo'ladi-ku. Qani Rojar, charpta osmoniydan ishib shir bo'lib ketding. Nima? Shir bo'lamdim? First blood. Dal mushchaqda Rojarning qistosi tuyuqsiz paydo bo'ladi. Yaxshimisiz? Navbat man keldimi? Voy yo'q. Ding dong. Yaxshimisiz? Rojarni izlab kelgan? Xo'sh, mundaq demamsiz. Qattiq umidsizlangan muhabbati Finshopa Janan deb ketib qoladi. Xo'p, o'g'onga Rojar o'zining qarg'u qog'aligidan intohin cho'chib ketib, o'ksib yig'lab ketadi. Isbotni pok yo'qotmoqchi bo'lgan Gorin Seksina Rojarni yana izlab keldi. Yaxshimisiz efendim, sharpimizni taqab beqna, Bekpayza. Qarg'uni tar yo'lda qissam ishni qildi degandek, Rojarni ching'lungdek sakrab qochib ketadi. Rojarning taliga uni bir pangiz doktori bilan bekachi qo'shni qo'limdiri qutqizib oladi. Hoy, siz nima ish qilyapsiz? Insirmang efendim, siz qanjiq ekansiz. Qanjiq qiningiz jiqga, azroq qiningizni evitayli dedi. Qan quyoq ekansiz-da, mana azroq evitamiz. Amaliyotda bu bir qarniyat doktori bo'lib, Rojarni top va poch ba'di setib etmoqchi edi. Buni o'qib qolgan Rojar ular bilan qattiq qarshilashdi. Meni qo'yib etinglar, men shu an ham pikasmayman. O'tinib qolay, meni qo'yib etinglar. Men sizlarga Guanju, Denzhen, Juanfa qilib beraman. Gepidan ta'sirlangan qarniyat doktor oxir qo'lidagi pichoqni tashlab qo'ydi. Rojar ular ishining jarayonini tafsiliy so'zlab berdi. Endi mush qiyr xotinning nomusini chiqilmaydigan ish ustaslarni qisqa vaqt ichida millionlar qilibman deb va'da berdi. Hamda planni qattiq so'qib birlikda ishni boshlaydi. Rojar bo'z Kayfonxonni izlab kelib, uningga salomatligingiz diqqat qiling, maska taqashni unutmang deb yangi maskadan birini sovg'a qildi. Bu maskangiz qo'ltiq buraydi-ku. Cho'qdi Gorin Seksinaning uyida texnik nima yeyish to'g'riliq yig'in ichilib o'tirdi. Aytgan chaychamsiz, sinchaymi? Mantigim kelyotdi xotin. Yey, biz hamsa men veymay chaqiray. Le. Vey. Anlab to'sat xotin. Sening oshnang, mening do'stim kelin mashrab o'ynaydi. Nega? Men ezib ketdim. Sening erining oshinsi mening qo'limda. Vaqtida pul ekanmaydi qolsang, bachka o'qiytimi? Erimning oshinsi? Sen bachka o'qichi. Erimni men bachka o'qidiman. Bachka! Ey, so'rov xotin, nima deysan? Biray Alvi Gucci Prada. Cho'ng dadangning pachig'ini u tosh bo'rak yog'an numusiz ablah. Sen hayvonning jotisi bir pay. Nima degan bilan ko'pni ko'rgan Shabrutda. Sening mijajang bir poyg'ujinim xotin debla, aldab silabla yarishib oladi. Atsi Shabrut bir mishqab pulni ko'tarib akilib, ularning olli-burun qurib qo'ygan to'zig'i dastlab qoladi. Kayfonxon bu semiz doktorning diqqatsizligidan foydalanib taloqqa qochmoqchi bo'ldi. Eshak chiqma hozir, ha. Maskangizni chiqib taqing, eshak chiqma, maskangizni taqing. Rojar bilan semiz doktor Kayfonxonni ilib qorong'u bozorga qarab mangdi.
Hamda Rojarga Kayfonxonning ko'z pardasini almashtirib berdiganlik to'g'riliq aytdi. Rojar hayron bo'lib, "Nimanda qilasiz ey? Bir bilan chiroyli qiz tug'ib, unda qilmasak bo'ladi" dediysa, "Semiz doktor mangana ko'zam sat ko'rmay, ey oliyjanob" deb qo'yibdi, mashinadan tushirib qo'ydi. Kunlar o'tib, oylar o'tib 2 yildan keyin Rojarning qiz do'sti Angliyaning bir ko'chasida day chaynagandek bir ovozlarni anglab kelib, qiziqib mayxonaning ichiga kirib ko'rib boqdi. No bag on song, no bag on song. On kaşık berdim. Naqshidan qattiq ta'sirlangan qiz do'sti Rojarni tomoqqa taklif qildi. Rojar bo'lsa ishning jarayonini birni qo'ymay qiz do'stiga aytib, "Rostla ishning ahvoli Rojar degandekmi? Ishning tafsilotiga qiziqsangiz, bu kinoni na'dan topsangiz tepib, ishqa bir amalni qilib mendan so'ramay o'zingiz ko'ring."